Yurgilaylar, assalomu alaykum hammalaringizga. Sizlarga yana bitta Gentraning 23 pachka elegantini yangisidan, pachkasidan topib qo'ydim dadajon. 2023-yil elegant plus bo'ladi. Mo'shincha yotgan shu 23-yildan beri yotib keladi, chang bo'lsin. Hozir ichlarini ko'rsating, operator keling bir ichlarini ko'ring. Hozir men sizga birkalarni ham ko'rsataman, hamma raqamlarni ham ko'rasiz. Uzib raqamlarni ham ko'rasiz. Hammasi sho'qimay dadajon. Mat deydi, hamma joyda mana buni ko'rib yaqinroqdan ketgandan ko'rinadimi? Birkalari, mana birkalari, tuzuk birkalari, peshona birkalari hammasi bir xil darajon. Shuncha pachka, poliglarni qarab, poliglarni ayoq qo'yilmagan ayoq. Buni ko'rsating poliglarni chiqarib. Bagajini ko'rsating dadajon. Buyoqqa keling. Keling, Gentra qarab, pachka o'qib yurgan aka-ukalarimiz bo'lsin. Gentra legenda deyiladi. TBO'sidan topib qo'ydim. Shuncha to'g'on bo'lib qo'yganlar. Yuzlari ham haydamaganlar. Hech kim haydamagan. Mo'yinchani turishini qarang, turishini o'zi bir san'at bo'ladi. Motorxonalarni ko'rsatadi. Yaltirib. Yangidan fotolar o'xshayotganda. Belgilaylar. 23 elegant plus o'sha aytganimizday. ABS, PABS hamma narsasi bor dadajon. Mo'shincha pachka Toshkentdan shular haydabdilar, uyga keltiribdilar, qo'yibdilar. Bu kishi bilan tortishib, talashib 16.850 ga keltirib qo'ydik dadajon mo'shinni. 17 yarim emas edi. Любой yana ozgina barakasiga o'tayotgan joy bu. Pastdagi nomerlarga telefon qilinglar. Like, подписка bo'lsa, etdan chiqmasin. Mana bunaqa zo'r mo'shinchalar orqali qo'ydik.